Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'istonda do'kon xodimasidan ruscha gapirishni talab qilgan rossiyalik ayol jazolandi. Eron Hormuz bo'g'ozi qayta yopilganini e'lon qildi. Isroil ishni beliga tepmoqda. Tramp muzokaralar o'tayotgan vaqtda Eronga yangi zarba berish bilan tahdid qildi. Eron delegatsiyasi Trampning tahdidlari tufayli AQSh bilan muzokaralarni tark etdi. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. На русском не ответьте. На русском не ответьте. Я вас выложу в Инстаграм сейчас. Ответьте мне на русском языке. На русском не ответьте. Qozog'istonda do'kon xodimasidan ruscha gapirishni talab qilgan rossiyalik ayol jazolandi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Hodisa Olmaota shahridagi Smol supermarketida sodir bo'lgan. Norozilik kassadagi navbatlar sababli boshlangan. Rossiyalik ayol do'konda faqat bir nechta kassa ishlayotganidan norozi bo'lib, administratordan tushuntirish talab qilgan. Smol xodimasi esa qozoq tilida tez orada boshqa kassa xodimi kelishini aytgan. Biroq bu javob rossiyalik xaridorni qoniqtirmagan. Menga rus tilida javob bering. Biz qozoq tilini tushunmaymiz. Bu yerda ruslar navbatda turibmiz. Rus tilida javob bering, iltimos. Men sizga savol beryapman deb talab qilgan rossiyalik ayol va xodimni videoga olgan. Uning tajovuzkor ohangiga qaramay do'kon xodimi u bilan qozoq tilida xotirjam gaplashishda davom etgan. Rossiyalik ayol ushbu vaziyat tasvirlangan videoni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan. Hodisa ortidan sud do'kon xodimasi bilan janjallashgan rossiyalik ayolni javobgarlikka tortgan. Galina Lis ismli ushbu ayolga 86.500 tenge miqdorida ma'muriy jarima belgilangan. Politsiya jamiyatda nizo keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan tajovuzkorlik, odobsizlik xatti-harakatlar va provokatsion harakatlarga yo'l qo'yilmasligini ta'kidladi. Qozog'iston qonunchiligida xizmat ko'rsatish xodimlari uchun rus tilini bilish majburiyati yo'q. Mamlakatda yagona davlat tili qozoq tili hisoblanadi. Eron Hormuz bo'g'ozi qayta yopilganini e'lon qildi. Isroil ishni beliga tepmoqda. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance yaqin orada Eron bilan muzokaralar o'tkazish uchun Shvetsariyaga uchib ketishini ma'lum qildi. Ayni paytda Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Hormuz bo'g'ozini yopganini e'lon qildi. Tehron tomoni bunga AQSh va Isroil sulh shartlarini buzganini sabab qilib ko'rsatmoqda. Bu haqda Reuters xabar berdi. Bu holat muzokaralar oldidan vaziyatni keskinlashtirdi. 18-iyun kuni AQSh prezidenti Donald Tramp va Eron prezidenti Masud Pezeshkian o'rtasida vaqtinchalik bitim imzolangan edi. Bu kelishuv qariyb 4 oy davom etgan urushni tugatishni ko'zda tutadi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Hormuz bo'g'oziga yaqinlashmaslikdan ogohlantirdi. Bu yo'l jahon neft va gaz ta'minoti uchun juda muhim hisoblanadi. Eron Isroilning Livandagi jinoyatlari va AQShning sulh majburiyatlarini buzganini aytmoqda. Bo'g'ozga yaqinlashgan kemalar xavf ostida qolishi ta'kidlandi. Biroz oldin Fox News kanali Vance bilan intervyuni efirga uzatdi. Vitse-prezident Washington va Tehron o'rtasidagi 14 banddan iborat kelishuv o'z kuchida qolishiga ishonishini aytdi. Shuningdek, u bo'g'oz yopilganiga oid hech qanday dalil ko'rmaganini bildirdi. Yaqin 2 kun ichida Shvetsariyaga jo'nab ketishni rejalashtiryapman. Ammo bu har doim nozik diplomatik jarayondir, dedi Vance. Uning qo'shimcha qilishicha, AQSh muzokarachilari Jared Kushner va Steve Witkoff allaqachon Shvetsariyada bo'lib turibdi. Ular muzokaralarning texnik tomonlarini muhokama qilmoqda. Vence'ning so'zlariga ko'ra, bugun ertalabki hisobotlar ishlar yaxshi ketayotganini ko'rsatgan. Eron tashqi ishlar vazirligi ham o'z muzokarachilari kunning ikkinchi yarmida Shvetsariyaga jo'nab ketishini ma'lum qildi. AQSh va Eron o'rtasida Tehronning yadro dasturi bo'yicha 60 kunlik muzokaralar boshlanishi kerak. Buning asosiy shartlaridan biri Livandagi janglarni to'xtatishdir. Biroq Livanning fuqaro mudofaa xizmati 20-iyun kuni Isroil zarbalari oqibatida 16 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi.
Bu voqea sulh kuchga kirgandan bir necha soat o'tib sodir bo'ldi. Isroil buni Hizbulloh guruh hujumlariga javob deb atadi. Hizbulloh esa Isroilning Livanda erkin harakat qilishiga yo'l qo'ymasligini bildirdi. Isroil bu muzokaralardan chetda qolgan. U AQSh va Eron o'rtasidagi kelishuvga daxli yo'qligini aytmoqda. Isroil o'z qo'shinlarini Livan hududida qoldirmoqchi. AQSh rasmiysining so'zlariga ko'ra, otash kesim 19-iyun kuni soat 16:00 da kuchga kirgan edi. Isroil va Hizbulloh manbalari ham buni tasdiqlagan. Livanning davlat axborot agentligi xabar berishicha, Isroil samolyotlari va dronlari Livan janubi hamda Beka vodiysiga zarbalar bergan. Bu hududlar Hizbullohning tayanch nuqtalari hisoblanadi. Hujumlardan 16 kishi halok bo'lgan. Isroil harbiy rasmiysining aytishicha, Hizbulloh tunda Isroil qo'shinlariga qarshi 50 dan ortiq snaryad otgan. Isroil bunga javoban guruh pozitsiyalariga hujum qilgan. Isroil armiyasi sulhga amal qilishini, ammo har qanday xavfga qarshi choralar ko'rishini bildirdi. Tramp muzokaralar o'tayotgan vaqtda Eronga yana zarba berish bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp agar Tehron Hormuz bo'g'ozini ochmasa va Livandagi o'z proksi kuchlarining harakatlariga to'sqinlik qilmasa, Eronga yana og'ir zarba berish bilan tahdid qildi. Bu haqda u Fox News muxbiri Trey Ingsga aytgan va Truth Social ijtimoiy tarmog'ida ham post qoldirgan. Agar Eron Hormuz bo'g'ozini yopsa, men ularni yo'q qilib yuboraman. Uni yopsangiz mamlakatingizdan ayrilasiz. Hatto o'z yurtingizga ham qaytib bora olmaysiz, dedi Tramp Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga murojaat qilib. Tramp shanba kuni Hormuz bo'g'ozi orqali 19 million barrel neft o'tganini ta'kidlab, AQSh bu yo'nalish ustidan nazoratni o'z qo'liga olishi va neftning 20% olib qolish mumkinligini qo'shimcha qilgan. Agar zarur bo'lsa, bo'g'ozni nazorat ostiga olishimiz mumkin. Agar ular kelishuv tuzmasa, biz boj undiramiz, dedi u. Bundan tashqari u Eronni Hizbulloh faoliyat yuritayotgan Livandagi proksi kuchlarni jilovlab qo'yishga chaqirgan. Eron Livanda muammolar keltirib chiqarayotgan katta haq evaziga yo'llagan proksi kuchlarining harakatlarini zudlik bilan to'xtatish shart. Aks holda biz o'tgan haftadagidek Eronga yana juda qattiq zarba beramiz. Faqat bu safar kuchlirog'ini, deb yozdi Tramp. Shuningdek, u Suriya prezidenti Ahmad Ash-Sharaga Livanning janubiy qismiga kirish va Hizbullohga qarshi kurashga qo'shilish uchun vakolat berish imkoniyatini ko'rib chiqayotganini qo'shimcha qilgan. Tramp AQSh va Eron o'rtasidagi anglashuv memorandumi doirasida belgilangan 60 kunlik sulh va muzokaralar asosi shunchaki bir imkoniyat ekanligini, bu muddat tugagach xohlagan ishini qilishiga haqli bo'lishini ham aytgan. Eron delegatsiyasi Trampning tahdidlari tufayli AQSh bilan muzokaralarni tark etdi. Eronlik muzokarachilar Donald Trampning tahdidlaridan so'ng Qo'shma Shtatlar vakillari bilan uchrashuv joyini tark etdi. Bu haqda Tasnim agentligi o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Jamoa norozilik belgisi sifatida muzokaralar o'tkazilayotgan joyni tark etgan, dedi agentlikning delegatsiyaga yaqin manbasi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda muzokaralar to'xtatilgan va ularning keyingi taqdiri noaniqligicha qolmoqda. Shu bilan birga Al-Hadah telekanali Eronning Qo'shma Shtatlardan o'zaro anglashuv memorandumining birinchi bandini bajarishni, ya'ni o'zaro tahdidlarga yo'l qo'ymaslikni qat'iy talab qilayotganini bildirmoqda. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, texnik maslahatlashuvlarning birinchi bosqichi yakunlangan. Maslahatlashuvlar vositachi davlatlar Pokiston va Qatar ishtirokida Shvetsariyaning Byorgenstock shahrida yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tgan. Ta'kidlanishicha, Eron muzokara guruhi a'zolari uchrashuv davomida qo'l siqib ko'rishish va birgalikda suratga tushishga qarshi chiqqan.